Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 2026 yilda pensiya indeksatsiyasi qanday bo'lishi mumkin? 20 avgustdan pensiyalar o'sishi haqida tarqalayotgan gaplarga qanday qarash kerak va eng asosiysi pensiyangizni oshirib beramiz. Indeksatsiya uchun pul o'tkazing. Hujjat topshirmasangiz oshmaydi degan aldovlardan qanday himoyalanish kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nafaqa olayotgan oilalarga va yaqin yillarda pensiyaga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolarga bevosita tegishli. Men bu videoda masalan oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Agar siz pensiya, nafaqa, ish staji, hujjat, indeksatsiya, qayta hisoblash yoki plastik kartaga tushadigan pul bo'yicha adashib qolishni istamasangiz, hozirroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bu mavzuda bitta noto'g'ri qadam odamni pulidan, vaqtdan yoki asabidan ayirishi mumkin. Avvalo indeksatsiya degani nima? Shuni aniq tushunib olaylik. Indeksatsiya bu pensiya yoki nafaqa miqdori narxlar o'sishi, yashash xarajatlari ko'payishi, eng kam to'lovlar va davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy kafolatlar o'zgarishi bilan bog'liq ravishda oshirish jarayonidir. Oddiy qilib aytsam, bozorda oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar, transport va boshqa xarajatlar ko'payganda davlat fuqarolarning daromadi butunlay o'rta qolib ketmasligi uchun pensiyalarni ma'lum foizga oshiradi. Oldin odamlar ko'pincha bitta narsani kutishardi. Farmon yoki qaror chiqadi. Unda qaysi sanadan boshlab pensiya, nafaqa, stipendiya yoki ish haqi qancha foiz o'shishi aniq yoziladi. Keyin pensiya jamg'armasi tizimida hisob kitob qilinadi va pensionerlarning kartasiga yoki naqd olish tartibiga ko'ra yangi miqdor tushadi. Ko'pchilik oddiy pensioner alohida ariza yozmasdan ham indeksatsiyadan foydalanadi. Chunki bu umumiy oshirish hisoblanadi. Ammo hozir vaziyatning murakkab tomoni shundaki, internetda juda ko'p noto'g'ri xabarlar tarqalmoqda. Kimdir 1 avgustdan hamma pensiya 2 barobar bo'ladi deydi. Kimdir 2026 yil indeksatsiyasi uchun oldindan ro'yxatdan o'tish kerak deydi. Yana kimdir telefon qilib, sizga qo'shimcha pul chiqibdi, pasport ma'lumotingizni ayting, kartangiz kodini yuboring deb aldashga urinadi. Men ekspert sifatida eng muhim ogohlantirishni beraman. Rasmiy qaror bo'lmasa, aniq foiz, aniq sana va aniq summa haqida ishonch bilan gapirish mumkin emas. Rasmiy ma'lumot faqat vakolat davlat organlari, pensiya jamg'armasi, hukumat qarorlari va qonuniy manbalarda e'lon qilinganda kuchga ega bo'ladi. Hozir odamlarning xavotiri tushunarli. Chunki pensiya ko'pchilik uchun asosiy daromad manbai. Bir pensioner oyiga pensiya oladi, shu puldan dori oladi. Elektr, gaz, suv to'laydi, nabirasiga yordam beradi. Ba'zan oziq-ovqatni qarzga oladi. Shunday sharoitda oshadi degan xabar umid beradi. Aldov degan xabar esa qo'rqitadi. Ilgari ham pensiyalar turli davrlarda oshirilgan. Lekin odamlar har doim ham farqni to'g'ri hisoblay olmagan. Masalan, kimdir pensiyasi 1 million 200 ming so'm edi, 10% oshsa, demak 20 ming qo'shiladi deb o'ylaydi. Bu ko'p holatda to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin ayrim vaziyatlarda pensiya tarkibida ustamalar, kompensatsiyalar, minimal miqdorga yetkazish, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik yoki ish stajiga bog'liq farqlar bo'lsa, yakuniy summa boshqacha ko'rinishi mumkin. Shu sababli har bir odam qo'shnimga shuncha tushdi, menga ham shuncha tushishi kerak deb xulosa qilmasligi kerak. Yana bir o'zgarish shuki, hozir ko'p jarayonlar elektron tizim orqali yuritiladi. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Ma'lumotlar bazada ko'rinadi. Hisob-kitob tezlashadi. Ayrim xizmatlarni markazga bormasdan olish mumkin. Lekin yomon tomoni ham bor. Firibgarlar ham elektron ro'yxat, onlayn ariza, tasdiqlash kodi degan so'zlardan foydalanib odamlarni chalg'itadi. Ayniqsa yoshi katta insonlar telefon orqali aytilgan gapga ishonib qolishi mumkin. Endi eng asosiy savolga o'tamiz. 2026 yilda pensiyalar qanday oshadi? Men buni aniq tushuntiraman. Har qanday oshirishning asosiy manbasi rasmiy hujjatdir. Unda sana foiz, qaysi toifadagi to'lovlar oshishi, hisoblash tartibi va ijro uchun mas'ul idoralar ko'rsatiladi. Agar 1 avgust sanasi tilga olinayotgan bo'lsa, bu sana ham faqat rasmiy hujjatda tasdiqlangandan keyingina haqiqiy ahamiyatga ega bo'ladi. Aks holda bu faqat mish-mish bo'lishi mumkin. Pensionerlar 3 ta narsani ajratib olishi kerak. Birinchisi, umumiy indeksatsiya. Bu barcha tegishli pensiya va nafaqalarga tatbiq etiladigan oshirish bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, qayta hisoblash. Bu odamning ish staji, ish haqi ma'lumotlari, arxiv hujjatlari yoki ilgari inobatga olinmagan davrlar topilganda amalga oshiriladi. Uchinchisi, individual ustama yoki imtiyoz.
Bu ayrim toifadagi fuqarolar, masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush yoki mehnat fronti bilan bog'liq toifalar, boquvchisini yo'qotganlar, alohida ijtimoiy himoyaga muhtojlar uchun qo'llanishi mumkin. Misol keltiraman. Faraz qilaylik, Malika opa 20 million 500 ming so'm yoshga doir pensiya oladi. Agar rasmiy qarorda pensiyalar 10% ga indeksatsiya qilinadi deyilsa, oddiy hisobda uning pensiyasi 1,2 ming so'mga oshib 1 million 6,5 ming so'm bo'lishi mumkin. Lekin agar Malika opaning pensiyasi minimal miqdorga bog'langan bo'lsa yoki tarkibida alohida ustama bo'lsa, hisob-kitob tizim bo'yicha tekshiriladi. Shuning uchun yakuniy summani bank SMS xabari yoki pensiya jamg'armasi ma'lumoti orqali aniqlash kerak. Ikkinchi misol. Hasan aka 2019 yilda pensiyaga chiqqan. Lekin 1990 yillardagi bir korxonada ishlagan, staji hujjatda to'liq aks etmagan. U hozir 2026 yilda indeksatsiya bo'ladi ekan, mening pensiyam avtomatik katta bo'lib ketadi deb o'ylashi mumkin. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Indeksatsiya umumiy oshirishdir. Lekin yo'qolgan ish staji avtomatik topilib qolmaydi. Agar Hasan akaning arxiv hujjati bo'lsa yoki ish haqi haqidagi ma'lumotni topish imkoni bo'lsa, u alohida tartibda qayta hisoblash uchun murojaat qilishi kerak. Demak, indeksatsiya boshqa, staj bo'yicha qayta hisoblash boshqa masala. Uchinchi misol. Dilbar opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Uning oilasida 2 nafar voyaga yetmagan farzand bor. Agar pensiyalar umumiy oshirilsa, bu turdagi pensiya ham tegishli qoidalarga muvofiq oshishi mumkin. Lekin farzandlardan biri 18 yoshga to'lsa, o'qishni davom ettirmasa yoki huquqiy holati o'zgarsa, to'lov miqdori o'zgarishi mumkin. Shu sababli faqat foiz oshdi deb qarash yetarli emas, oilaviy holat, o'qish ma'lumoti va hujjatlar ham ahamiyatga ega. 4-misol. Rustam aka nogironlik pensiyasi oladi. Unga guruh bo'yicha to'lov, tibbiy mehnat ekspertizasi xulosasi va qayta ko'rik muddati ta'sir qiladi. Agar umumiy indeksatsiya bo'lsa, pensiya oshishi mumkin. Lekin nogironlik guruhi muddati tugagan bo'lsa, hujjat yangilanmagan bo'lsa yoki tibbiy xulosa tizimga kiritilmagan bo'lsa, to'lovda kechikish yoki o'zgarish bo'lish ehtimoli bor. Demak, bunday toifadagi odamlar indeksatsiyani kutish bilan birga o'z tibbiy hujjatlari muddatini ham nazorat qilishi kerak. Men pensionerlarni shartli ravishda bir nechta guruhga ajrataman. Birinchi guruh pensiyasini muntazam olib kelayotgan, pasporti amalda, bank kartasi ishlayotgan, hujjatlarda muammo bo'lmagan odamlar. Bunday fuqarolar umumiy indeksatsiya bo'lsa, odatda alohida yugurib yurmaydi. Tizimda hisob-kitob qilinadi va yangi summa belgilangan sanadan boshlab to'lanadi. Lekin baribir SMS xabarni, bank ilovasini yoki to'lov varaqasini tekshirish kerak. Ikkinchi guruh pensiyasi juda kam deb hisoblayotgan, lekin nega kamligini bilmayotgan odamlar. Bu yerda men albatta tekshirishni maslahat beraman. Sababi pensiya kam bo'lishining bir nechta sababi bor. Ish staji yetarli bo'lmasligi, oylik ma'lumotlari past bo'lishi, ayrim davrlar tasdiqlanmagan bo'lishi, arxiv hujjat topilmagan bo'lishi yoki ilgari noto'g'ri tushuncha asosida ariza berilmagan bo'lishi mumkin. Bunday odamlar uchun indeksatsiya yordam beradi. Lekin asosiy muammoni to'liq yechmasligi mumkin. Masalan, pensiya 9 ming so'm bo'lsa va eng foiz oshsa 9 ming so'm qo'shiladi. Lekin agar staj bo'yicha qayta hisoblash natijasida asosiy pensiya 20 million 200 ming so'mga chiqishi mumkin bo'lsa, bu butunlay boshqa natija beradi. Uchinchi guruh yaqinda pensiyaga chiqqanlar yoki chiqmoqchi bo'lganlar. Bu odamlar uchun eng muhim narsa hujjatlarni oldindan tartibga keltirishdir. Mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv tasdiqlari, harbiy xizmat, bola parvarishi, oliy ta'lim davri yoki boshqa qonunchilikda nazarda tutilgan to'g'ri bo'lishi kerak. Agar hujjat noto'g'ri bo'lishi kerak, keyin indeksatsiya bo'ldi, lekin pensiyam baribir kam degan holat yuzaga keladi. 4-guruh chekka hududlarda yashaydigan, telefon va internetdan kam foydalanadigan keksalar. Men aynan ularning farzandlariga murojaat qilaman. Ota-onangizga tushuntiring. Hech kimga karta raqamini, SMS kodini, pasport nusxasini Telegram orqali yubormasin. Davlat idorasi xodimi hech qachon sizdan bank kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. Pensiya oshirish uchun oldindan xizmat haqi to'lash kerak degan gap ham shubhali. Endi eng ko'p uchraydigan tuzoqlarni tushuntiraman. Birinchi tuzoq, sizga indeksatsiya chiqdi, lekin aktivatsiya qilish kerak degan qo'ng'iroq. Bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Pensiya indeksatsiyasi bank kartadagi tugmani bosish orqali aktivatsiya qilinmaydi. Agar davlat tomonidan oshirish belgilansa,
hisob kitob tegishli tizimda amalga oshiriladi. Sizdan SMS kod so'rashsa darhol suhbatni to'xtating. Ikkinchi tuzoq. Ro'yxatdan o'tmasangiz 20 avgustdan oshmaydi degan xabar. Umumiy indeksatsiya bo'lsa, odatda har bir pensioner alohida ro'yxatdan o'tishi shart bo'lmaydi. Lekin qayta hisoblash, hujjat qo'shish, arxiv ma'lumotini kiritish kabi individual masalalarda arza kerak bo'lishi mumkin. Mana shu farqni bilish juda muhim. Firibgarlar aynan shu joydan foydalanadi. Umumiy oshirishni individual xizmatga o'xshatib ko'rsatadi. Uchinchi tuzoq. Men pensiya jamg'armasidanman, pulingizni tezlashtirib beraman degan vositachilar. Men bunday takliflarga juda ehtiyotkor bo'lishni aytaman. Rasmiy xizmatlar rasmiy idora, davlat xizmatlari markazi yoki vakolatli elektron platformalar orqali ko'rsatiladi. Ko'chada, bozorda, Telegram guruhida yoki notanish telefon raqamida tezlashtirib beraman degan odamga hujjat topshirish xavfli. 4-nozik nuqta: qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlar pensiya oshganini ko'radi, lekin kartasiga kutganidan kam pul tushadi. Sababi aliment, kredit, ijro hujjati yoki boshqa qonuniy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Bu indeksatsiya bo'lmadi degani emas. Avval to'lov tafsilotini tekshirish kerak. Asosiy pensiya qancha, oshirish qancha, ushlab qolingan summa qancha. Shundan keyin xulosa qilish to'g'ri bo'ladi. 5-nozik nuqta: bank kartasi muddati tugashi. Ba'zan pensioner pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida kartaning muddati tugagan yoki hisob raqamida texnik cheklov bo'ladi. Indeksatsiya davrida bankka, pochta bo'limiga yoki pensiya jamg'armasiga murojaatlar ko'payadi. Shuning uchun kartangizning amal qilish muddatini oldindan ko'rib qo'ying. Agar karta yo'qolgan bo'lsa, uni vaqtida tiklang. 6-nozik nuqta: yashash joyi va ro'yxat ma'lumotlari. Agar pensioner boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa, doimiy yashash manzili o'zgargan bo'lsa yoki hujjatlarda familiya, ism, otasining ismi bo'yicha tafovut bo'lsa, ayrim ma'lumotlarni aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Bu har doim ham to'lov to'xtaydi degani emas. Lekin kechikish yoki qo'shimcha tekshiruv bo'lishi mumkin. 7-nozik nuqta: hamma bir xil oshadi degan noto'g'ri tushuncha. Foiz bir xil bo'lsa ham puldagi farq har xil chiqadi. Masalan, 20 million so'm pensiya oladigan odamga 10% oshirish 7 ming so'm bo'ladi. 2 million so'm oladigan odamga esa 200 ming so'm bo'ladi. Shu sababli qo'shnilar orasida nega unga ko'proq, menga kamroq degan gap chiqadi. Bu ko'pincha adolatsizlik emas, boshlang'ich pensiya miqdori turlicha bo'lgani uchun yuz beradi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam: rasmiy ma'lumotni kuting va faqat rasmiy manbaga tayaning. Telegramdagi noma'lum kanal, montaj qilingan rasm, eski qaror skrinshoti yoki bir tanishim aytdi degan gap asosida qaror qabul qilmang. Pensiya masalasi sana, foiz va toifa faqat rasmiy hujjatda aniq bo'ladi. Ikkinchi qadam: hozirgi pensiya miqdoringizni yozib qo'ying. Masalan, iyul oyida qancha oldingiz, avgustda qancha tushdi, keyingi oyda qancha bo'ldi. Agar oshirish bo'lsa, farqni ko'rasiz. Ko'p odamlar aniq raqamni yozib bormagani uchun keyin hisobdan adashadi. Bank SMS xabarlarini o'chirmang. Bank ilovasidagi tarixni saqlang yoki to'lov varaqasini olib qo'ying. 3-qadam: hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, mehnat daftarchasi, ish staji bo'yicha hujjatlar, ish haqi ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'quvchini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi yoki o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Hammasini bitta papkaga solib qo'ying. Bu oddiy ishdek ko'rinadi, lekin kerak bo'lgan paytda odamni juda ko'p yugur-yugurdan qutqaradi. 4-qadam: agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Rasmiy murojaat qiling. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Davlat xizmatlari markazi orqali so'rang yoki mavjud elektron xizmatlardan foydalaning. Murojaatda aniq yozing: mening pensiyam miqdorini qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Chunki falon davrdagi ish stajim hisobga olinmagan deb hisoblayman. Yoki falon korxonadagi ish haqi ma'lumotim kiritilmaganini tekshirishni so'rayman. Murojaat qancha aniq bo'lsa, javob ham shuncha aniq bo'ladi. 5-qadam: arxiv masalasini e'tiborsiz qoldirmang. Ko'p odamlar Sovet davrida yoki 1990 yillarda ishlagan, korxona yopilgan, nomi o'zgargan, hujjatlar arxivga topshirilgan. Agar mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin tasdiqlovchi ma'lumot yetishmasa, arxivdan ma'lumot olish kerak bo'lishi mumkin. Buning uchun korxonaning eski nomi, joylashgan hududi, ishlagan yillaringiz,
lavozimingiz va imkon qadar buyruq yoki hisob bo'limi ma'lumotlari kerak bo'ladi. Bularni oldindan eslab yozib qo'ying. 6-qadam firibgarlardan himoyalaning. Hech kimga SMS kod bermang. Bank kartangizning orqa tomonidagi kodni aytmang. Plastik karta parolini hech kimga bermang. Notanish havolaga kirmang. Pensiya oshirish uchun 1000 so'm to'lang desa, ishonmang. Telefoningizga dastur o'rnating. Men yordam beraman desa, rad eting. Ayniqsa pensionerlarning farzandlari ota-onasining telefonda begona ilovalari yo'qligini tekshirib tursin. 7-qadam, agar pul tushmasa yoki kam tushsa, vahima qilmang. Lekin kutib ham o'tirmang. Avval bankdan hisob holatini tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasidan to'lov chiqarilmaganini so'rang. Agar bankda muammo bo'lsa, bank hal qiladi. Agar hisob kitobda muammo bo'lsa, pensiya jamg'armasi javob beradi. Agar ushlab qolish bo'lsa, ijro hujjati yoki qarzdorlik sababini aniqlash kerak. 8-qadam, oilada bitta odamni mas'ul qiling. Masalan, o'g'il, qiz yoki nabira pensionerning hujjatlari. Bank kartasi muddati, SMS xabarlari va rasmiy e'lonlarni kuzatib borsin. Bu pensionerning mustaqilligini cheklash emas, balki uni aldovdan himoya qilishdir. Chunki bugun firibgarlar juda ishonchli gapiradi, rasmiy so'zlarni ishlatadi. Hatto logotipli soxta rasmlar yuboradi. Men yana bir bor ta'kidlayman. 2026 yil indeksatsiyasi 1 avgustdan oshirish, pensiyalar qanday ko'tarilishi haqida gap ketganda faqat rasmiy tasdiqlangan ma'lumotga ishoning. Agar qarorda falon sanadan boshlab falon turdagi pensiya va nafaqalar falon foizga oshiriladi deb yozilsa, shundan keyin aniq hisob-kitob qilish mumkin. Ungacha tarqalgan har qanday raqam ehtimoliy taxmin yoki odamlarni jalb qilish uchun chiqarilgan shov-shuv bo'lishi mumkin. Lekin bu siz hech narsa qilmay o'tiring degani emas. Aksincha, eng to'g'ri yo'l hozirdan hujjatlarni tartibga keltirish, pensiya miqdorini yozib borish, rasmiy xabarlarni kuzatish, shubhali qo'ng'iroqlarga javob bermaslik va kerak bo'lsa rasmiy murojaat qilishdir. Indeksatsiya kelganda hujjatlari tartibli odam yutadi. Staji aniqlangan kartasi ishlayotgan, ma'lumotlari to'g'ri kiritilgan pensioner kamroq muammoga duch keladi. Yana bir muhim maslahat. Pensiya oshgani bilan xarajatlarni ham nazorat qilish kerak. Ko'p pensionerlar o'zgina qo'shimcha pul tutsa, qarindoshga yordam beradi, do'ri oladi, qarz yopadi. Bu tushunarli. Lekin yangi summa doimiy tushishini, qaysi oyda qancha kelishini ushlab qolish bor yo'qligini bilmasdan katta majburiyat olmang. Ayniqsa kredit bo'lib to'lash yoki qarz masalasida ehtiyot bo'ling. Bugungi mavzuda men sizga eng muhim narsalarni tushuntirdim. Indeksatsiya nima? Pensiya oshishi qanday tartibda bo'lishi mumkin? 1 avgust sanasiga qanday ehtiyotkor qarash kerak? Kim hujjatlarni tekshirishi zarur? Kim firibgarlardan ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak va pensiya kam yoki noto'g'ri tutilsa qanday harakat qilish lozim? Asosiy qoida oddiy. Rasmiy qarorsiz aniq foizga ishonmang. Notanish odamga kod va karta ma'lumotini bermang. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pensiya summasini oyma-oy tekshirib boring. Shunda indeksatsiya bo'lganda ham, qayta hisoblash kerak bo'lganda ham, aldovga duch kelganda ham o'zingizni himoya qila olasiz. Sizningcha 2026 yilda pensiyalar qancha foizga oshirilishi kerak? Hozirgi pensiya miqdori kundalik xarajatlarga yetyaptimi yoki yo'qmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki pensiya oladigan yaqinlaringizga albatta yuboring.